Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Habibulloh Web. Xo'p, bugun sizlar bilan TypeScript kursimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz enum va read only haqida bo'ladi. Ya'ni bizda yozilishini yozib berik. Enum va bizda nima? Read only. Mana shunaqa yozilishi bo'ladi. Xo'p, bugun enumdan boshlaymiz. Mayli. Enum bizda enumeration, ya'ni uzaytirmasi enumeration bo'ladi. Enum nima bo'ladi? Enumeration. To'g'ri yozdim. Enumeration mana. Enumeration bo'ladi. Bu special, ya'ni bu degani qiymatlar to'plamiga nom berish imkonini beruvchi TypeScript tipi hisoblanadi. Bu ko'pincha bizda nima bo'ladi? Bizda ya'ni status, yo'masam role yoki bizda har xil directionlar uchun ishlatiladi. Ya'ni direction uchun ishlatiladi va bizda bu shunaqa kabi qiymatlarni aniq variantli qiymatlar uchun bizda ishlatiladigan tip hisoblanadi. Doimiy qiymatlarni oson va aniq ifodalashimiz uchun kerak bo'ladi. Enum yozayotganimizda bizda uni harflarni katta harflar bilan yozishimiz kerak bo'ladi. Xuddi klasslardek yozishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p. Men unda sekin-sekin sizlarga misollar bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Keyin sizlar yaxshiroq, qiymatliroq tushunib olasizlar. Xo'p, keling. Enum deymiz. Mana shunaqa yoziladi va katta harflar bilan user. Bizda role deymiz. Bizda nechta rol bor? Admin, birinchisi admin, keyingisi bizda moderator deyishimiz mumkin, yo'masam bizda user deyishimiz mumkin. Mana hop. Bizda asosan ikkita bizda anaqa bor. Yo'masam bizda admin yoki guest bo'lishi mumkin. Mana guest. Bizda shunaqa bo'lishi mumkin. Mehmon. Xo'p, bizda endi mana shunaqa tarzda bizda buni olishimiz mumkin bo'ladi va mana bizda katta harf bilan yoziladi. Enumniki qiymatlarni olayotganimizda va bizda bu ichidagi propertylari, ya'ni ichidagi bizda ma'lumotlari bizda xuddi array kabi nollardan boshlanadi, xuddi massiv kabi. Va 0 va 1 mana ko'proq shunaqa ketaveradi. Masalan, men bunga bunaqa qilib turib moderator qo'shadigan bo'lsam, bu bizda уже 2 bo'ladi. Moderator qo'shadigan bo'lsam, bizda bu уже 2 bo'ladi. Mana 2. Lekin biz bunga o'zimiz default, o'zimiz ataylab mana shu bo'lsin deb berib qo'yishimiz mumkin. Masalan, buni biz bunaqa qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi, ya'ni bu masalan bizda enum o'zidan bitta oldingi qiymatdan bitta oshib boradi. Ya'ni bu nima degani? Masalan, biz 2 degan bo'lsak, undan oldingi qiymatdan mana bu qiymat bizda undan oldingi qiymatda bitta oshib boradi. Ya'ni bu hozir 3 bo'ladi. Ya'ni 3 bo'ladi. Bu 4 bo'ladi. Shunaqa. Agar men buni bunaqa qilib qo'ying, 290 qo'ygan bo'lsam, 291 bo'ladi o'sha. Mana bitta daraja oshib borishi bizda aniq. Mana 292. Va biz bunga bundan qilib admin deb yozib qo'yishimiz mumkin bo'lardi. O'zi lekin mana bu yo'lga biz xuddi shunday yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Guest yozib qo'yishimiz mumkin yoki har xil moderator yozib qo'yishimiz mumkin. Mana biz shunaqa nomlarni berib qo'yishimiz mumkin. Literal type qilib, biz bu literal typelarni hali bizga gaplashib o'tamiz. Biz просто nom berib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi ularga qiymatlarni. Xo'p, biz buni bunday qilamiz. Qo'yamiz mana. Bo'ldi. Bizda endi buni ishlatish qanaqa bo'ladi desanglar, ishlatish mana bunaqa tarzda bo'ladi. Biz let deymiz. Hop, role olamiz va buni qiymati user role bo'ladi. Bunga biz endi bemalol ko'rib olishimiz mumkin. Masalan, user role ichidagi nima ma'lumot? Ichidagi mana bizda 3 ta ma'lumot bor. Ya'ni moderator, guest va admin. Va biz masalan moderator ko'rmoqchimiz. Bizda moderator chiqadi. Ya'ni log qilamiz. Bizda role deymiz. Va bizda soni chiqadi. Soni. Agar biz masalan moderator to'g'rimi? Bizda hozir 2 chiqish kerak o'zi avtomatik 0 1 2. Va agar biz buni bunaqa qo'yamiz, 90 qo'yamiz, mana bu 89 bo'ladi o'zi. Yo'q, bu 1 bo'ladi. Bu 90 bo'ladi. Biz buni bunaqa qilib 78 qilib qo'ygan bo'lsak,
bizda bu 70. Har biriga nom berib qo'yishimiz mumkin masalan bu bizda 0 bo'ladi. Masalan biz agar mana bu tepasizdagina birinchisidan biz agar boshlab nima qilib 84 qilib qo'yamiz, 89 qilib qo'yamiz, 89 bo'ladi. Bu o'zi alohida. Agar men buni bundoq qilib olib qo'ygan bo'lsam, bu уже 89 90 bo'ladi bu. 90 bo'lishi kerak bo'ladi. 90 bo'ladi mana. 90 bo'ladi. Xo'p, men uni 89 uni tinglab qo'yaman, 91 ga yo'masam. 91 ga mumkin bo'ladi. Mana bizda hozir endi mana bunda 90 chiqish kerak rolda. Xo'p, keling biz sinab ko'ramiz. This not up. Qilganmiz mana bizda 90 chiqadi. Biz buni endi chiroyliroq ko'rinishga keltirishimiz ham mumkin bo'ladi. Biz uni o'chirib turamiz, uni o'chiga olamiz va bizda rol nima qilib biz berishimiz mumkin bo'ladi. Va agar biz buni nima qilib biz chiroyliroq formatni bermoqchi bo'lsak, yanada mana bunaqa moderator qilib qo'ysam bo'ladi. Moderator qilib qo'ysam bo'ladi. Men endi mana buni test qilaman. Not up deyman. Va bizda mana rol moderator chiqadi, do'stlar. Hop, string yana misol qilib biz ham ko'rdik mana string yana va bizda har xil bizda stringlar ma'lumotlar bilan bersak ham bo'lar ekan. Biz endi ikkinchi mavzuga o'tamiz, ya'ni read-only. Biz yanami to'liq cho'moqlik, to'g'rimi? Masalan, to'liq emas, masalan, nazariy bilib, yana uni qayta yozib ko'ringlar. Bu yerda men hozir yanami tushuntirdim. Katta harflar yozilishini tushuntirdim. Bu bizda doimiy qiymatlarni osonroq tarzda saqlab qolishga bizga yordam berar ekan. Biz buni boshlang'ich qiymat qilib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Hop, biz mana buni chaqirishda rol deymiz, prosta buni qiymatiga user rol qabul qilamiz va user rol ichidagi ma'lumotlar unga уже bo'ladi. Agar biz buni olib tashlagan bo'lsak, bizda уже to'ppa-to'g'ri bo'ladi. Lekin mana chiqmasligi bu masalan, mana shunday qilib sizlar ham sinab ko'ringlar. Masalan, men sinab ko'raman, mana shunday sinab ko'ringlar. Nima bo'lar ekan? Chiqarmagan, chiqadi, to'g'rimi? Biz buni bermasak ham, masalan, nima tipini masalan biz buni berib qo'ymasak ham, даже bizda bu ma'lumot chiqar ekan. Okey, bo'ldi, chiqargan bizda bo'ldi. Biz o'zimiz uchun bu narsani bilib qo'ydik. Xo'p, keyingi mavzu bizda read-only. Keling, men chalg'ib ketmasligi uchun men buni o'chirib turaman va buni endi read only qo'yaman. Bunaqa chiroyliroq qo'yaman. Bu bizda faqat o'qish degan ma'noni anglatadi. Faqat o'qish. Read-only bu o'zgaruvchini property yoki array elementini faqat o'qishga ruxsat beradi. Uni o'zgartirib bo'lmaydi. Biza esingizda bo'lsa, tuple'da nima qilar edik? Tuple'da biza bir xil uzunlikdagi massiv berganimiz bilan uni push qilib pastda biz uni qo'shib olishimiz mumkin edi. Lekin biza bunda qo'shib olish imkoni ham yo'q. Ya'ni push qilib ham biza qo'sha olmaymiz. Ya'ni testda read-only bu faqat o'qish mumkin. Ya'ni o'zgartirib bo'lmaydigan qiymatlarni yaratish uchun ishlatiladi. Ya'ni biror bitta array yaratib qiladigan bo'lsa, biz unga faqatgina masalan aytadigan bo'lsa, masalan faqat 5 ta numberdan tashkil topgan 5 ta son bo'lgan bo'lsa, men unga yana boshqa qo'sha olmayman. Keling biz uni sinab ko'ramiz. Masalan, nima bilan sinab ko'rsam bo'ladi? Array bilan keling sinab ko'ramiz. Const bizda masalan user bo'ladi, to'g'rimi? Masalan numbers bo'ladi, numbers va bu menda read-only bo'ladi, read-only read-only number bo'ladi va bizda mana bu berilgan barcha ma'lumotlar mana masalan to'g'rimi, mana 1 berildi, bizda 2 berildi, 3 berildi, 4 berildi va 5 berildi. 6 ham emas, 5 berildi deylik, 5 berildi, to'g'rimi? Bizda bu 5 bo'l va biz endi numbersni push qilib 6 qo'sha olmaymiz. 6 qo'sha olmaymiz. Error property push does not exist type read-only number. Bu read-only da push umuman ishlamaydi. Biz faqatgina o'qish imkoniga ega bo'lamiz read-only. Bizda stringda ham xuddi shu. Const deymiz, strings deymiz va bizda uni stringda faqatgina shuni bera olamiz, to'g'rimi? Bizda bu yerda bu endi biz uchun nima uchun yordam beradi? Bizda bu xavfsizlikni ta'minlash uchun
kuchli vosita hisoblanadi, chunki u xatoni oldini olib beradi biz uchun va tasodifiy o'zgaruvchilardan saqlar ekan. Biz endi pop qilib ham uni qo'sha olmaymiz. Biz uni juda ham faqatgina tomosha qila olishimiz mumkin bo'ladi. Bu biz uchun juda ham zo'r mavzu hisoblanadi. Bu hali kelajakda, ya'ni biz interfeysni ko'rib chiqamiz va bu interfeysda ham bizda umuman ishlamaydi. Masalan, men ko'rsatib beraman, mayli, keling, nima qilib. Hozir men interfeys deyman. Interface va men faqat masalan user deyman va bu bizda read-only bo'ladi. Masalan, read-only id number bo'ladi. Masalan, men numberni read-only qilib qo'yaman. Va bizda ko'rasizlar, endi pastda masalan bizda pastda id ni berishimiz kerak bo'lar ekan. Masalan, id sini bizga propertiesini shartli berib qo'yishimiz kerak bo'ladi va biz uni o'zgartira olmaymiz. Masalan, pastda keling o'zgartirib ko'ramiz. Const deymiz. Masalan, user deymiz. Va buni tip user bo'ladi. To'g'rimi? Va bu bizda obyekt bo'lganligi uchun nima qilamiz? Mana bunga id 1 deymiz va id 1 deymiz va name bizga name yo'q bizda, to'g'rimi? Masalan, name yo'q, biz keyin name qo'shaylik. Bundoq qilib name qo'shamiz, name string qo'shamiz. Biz masalan keyin endi name deymiz. Biz endi buni junk qo'shib qo'ygan bo'lsak, biz endi pastda user.name qilib doyga o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Lekin biz id ni bundoq qilib biz o'zgartirib qo'ya olmaymiz. Chunki biz id ni qat'iyan berib qo'yganmiz. Biz hali bu narsani ko'rib chiqamiz. id ni o'zgartira olmasligini biz hali bilib chiqamiz. Bizda shunaqa mavzu edi bugun do'stlar va bugungi mavzu sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bugun biz read-only va sizlar bilan anaqani yanamni ko'rib chiqdik va biz ancha-muncha bilimlarga ega bo'ldik. Sizlar bilan Habibulloh bo'ldi. Assalomu alaykum.